$29 ming dan eng zo'r mahallalardan biri bo'lib turgan hozirgi kunda Yangi O'zbekiston bog'ining shundoqqina orqasida Iqtidor mahallasi, Yangiobod ko'chasida turibmiz. 14 sotuvli zo'r joy sotilyapti. Buni zo'r tarafi nima desangiz, quruvchilar uchun bitta ko'cha. Bu tarafdan yana bitta ko'cha bor. To'g'ri o'sha katta terrasaga, Yangi O'zbekiston bog'ining orqasidagi katta terrasaga chiqasiz. YouTube'dagi Boshpana TV kanalida ilo tarafdan obzor qildim. Tez YouTube'ga o'tib Boshpana TV deb qidirsangiz kanalim chiqadi. To'liq ko'rishingiz mumkin. Instagramda tez gapirib ketaman. Chegarangiz mana mana shu yerda. Darvozani bemalol surib olsangiz bo'ladi. Shu yergacha taxminan yarim sotuv, 1 sotuv joy bor bu yerda ham. Xo'p, 14 sotuv yer hisobida sotilyapti. Juda ham katta, bemalol bu yerga 7 ta, 8 ta, 7 ta uchastka qursangiz bo'ladi. Hozirni 1 sotuvdan, 2 sotuvdan bo'lib ketdi-ku. Bemalol katta ish quruvchi tanishlaringizga ham jo'natib qo'ying, zo'r variant bor ekanda. Mahallada 40 mingdan so'rayotganlar ham bor ekan sotuvdan, aynan shu ko'chada. Lekin bu 29 mingdan srochniy sotiladi. Shuning uchun ham arzon. Men juda ko'p talashdim sizlar uchun. Yana kelishtirib beradilar. Pastda egalar nomeri bemalol telefon qilib savdolashib xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bu tarafdan ham ko'cha boyagi joyga bemalol xod ochsangiz bo'ladi. Bu ko'chaga ham chiqib ketsangiz bo'ladi, zaboringizni buzib. Bu uyi eng oxirida ham yana bitta ko'cha bor ekan. U yerda ham buzib ko'chaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Xullas ko'cha ko'p. 14 sotuv joy, $29 ming 1 sotuv uchun. Tepada meni nomerim bor 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib uy joyingizni chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lamiz. Bu xonadonning egalari nomeri esa pastda joylashgan. Sog' bo'ling.